Men dersay bugungi videoda biz bitta 100ta va 1000ta tinti qo'llatamiz. Unday bo'lsa ketdik. Mana odamga ham ko'rib oldik. Endi tintilarni bir qo'llashni boshlaymiz. Birinchi bitta va uni men qo'ydim va porlatdim. Bu unchalik ham emas. Endi 10ta tinti qo'lladim. Men bu yerdan qo'llashga qaror qildim. Mana buni yerga qo'yamiz. Mana bu yerga, mana bu yerga, mana bu yerga va 10ta bo'ldi. Endi uni porlatamiz. Bu yaxshi, endi yaxshi bo'ladi. Endi 100ta porlatamiz. 100tani masalan qayerdan porlatish mumkin? Menimcha ular 100ta uchun ajoyib joy bo'la oladi. Unda 100ta tinti 1, 2, 3. Mana razmeri. Deyarli bo'ldi. Mana qarang, shuncha qoldi. Mana bo'ldi 100ta tinti. Endi uni portlatamiz. Qotmaydi. Mana bu ichidan bitdi. Bo'ladi. Endi esa eng oxirgisi 100ta ketdik. 1000ta tinti porlatishdan oldin unga ideal joy kerak. Shuning uchun ham joy topilgandan keyin video boshlanadi. Ketdik bo'lmasam. Do'stlar, menimcha bu yer 1000ta tinti uchun bo'lsa ideal joy bo'lishi mumkin. Qani ketdik. Buni hozir to'ldiramiz. Ketdik. Shuncha sayyor bo'lganlar haftaga shu 1000ta foyda bo'lyapti. Chiqaytamiz. Kim aytdi Minecraftda Xitoy devori bo'lmaydi deb? Ikkita Xitoy devori. Mana bu san'at asari. Tintiga quloq bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Videoga tezda like etib, kanalga obuna bo'linglar. Biz 40ta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Qachon bitadi bu? Nima bo'ldi? Oxirgi tintilar mana. Hozir men bu la'natli tintilarni qo'yishni bo'laman tayyor. Va portlatamiz. Tezroq portlay qol. Yo'qotadi Minecraft qo'yapti nima? Bu tugaydimi yo'qmi? Menga tinti shuncha portlatdi, hali ham portlayapti. Videolar. Video yoqqansa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Sizlar bilan dersay bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.